qo'shing yaxshi, qabog'ing yaxshi, yuz bilan so'zing yaxshi, dudog'ing yaxshi, eng bilan menging yaxshi, saqog'ing yaxshi, bir ne deyin, boshdan oyog'ing yaxshi. Assalomu alaykum. Shu hafta maktabimizda Toza mulkining sultoni Mir Alisher Navoiy haftaligi deb e'lon qilindi. Alisher Navoiy o'zbek adabiyoti va madaniyati tarixidagi ulug' siymolardan biridir. Zamondoshlari uni Nizomiddin Mir Alisher deb ulug'laganlar. Alisher Navoiy 1901-9-fevral kuni Xorason davlatining poytaxti, hozirgi Afg'oniston hududidagi Hirot shahrining Bog'davlatxona mavzesida tug'ilgan. Otasi G'iyosiddin Muhammad Temuriylar saroyida xizmat qilgan. U o'z davrining nufuzli kishilaridan bo'lib, o'g'lining tarbiyasi va ta'limiga jiddiy e'tibor bergan. Onasi Kobul amirzodalaridan Shayx Abu Said Changning qizi ekani aytiladi. Alisher Navoiy ikki tilda mukammal ijod qilgan. Turkiy tilda Navoiy, forsiy tilda esa foniy taxalluslarni qo'llagan. Alisher Navoiyning adabiy va ilmiy merosini 4 faslga bo'lish mumkin. Birinchisi devonlari, ikkinchisi dostonlari, uchinchisi forsiy tildagi she'riy meroslari, hamda to'rtinchisi bu ilmiy, filologik, nasriy hamda tarixiy asarlardir. Yo'q dahoda bir besado sason mendik, yuz qo'lg'a sargashtayu haydon mendik, g'am kuyida xulomona baydon mendik, ya'ni kim Allohxonim alomon mendik. Buyuk mutafakkir va davlat arbobi, shoirlar sultoni va o'zbek adabiy tilining asoschisi Mir Alisher Navoiyning 2600 dan ortiq asarlari bizga bebaho meros bo'lib qoldi. 5 asr kim nazmiy saroyni titratadi zanjirband bir she'r. Temur tig'i yetmagan joyni qalam bilan oldi Alisher. Navoiy